Jonlar, realni ichidagi ko'zini ichidagi qorachig'i bilan ko'zlarini ochib yumishini ko'rdinglarmi? Prям bizga qarab yotibdi. Bola qornelida mana shunaqa o'ynab yotadi, qarab yotadi. Ko'zlari katta-katta. Qiz bolaga o'xshaydimi, o'g'il bolagami? Qani o'zingizlar yozinglarchi, kimga o'xshatyapsizlar? Men albatta sizlarga atvet berib chiqaman. Atrofga qarab yotibdilar. Ovozimni baland ko'tarib qornilariga gapirsam qimirlab ketdilar. Shundan keyin ko'zlarini ochib har qayoqqa qarayotdilar. Lablarini ko'rdinglarmi? Burunlari kichkinagina. Bu oyijonimizga mana bunaqangi обработанный rasmlarni qilib berganmiz. Mana. Yuzlariga qo'llarini to'sib olganlari, ko'zlarini ochib yotganlari, ko'zlarini yumib yotganlari. Shunaqa esdaliklar qilamiz. Nima deysizlar oyijonlar? Men o'zida qirolichasimanmi yoki bunga arzimaymanmi?